Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilayotgan tezkor tadbirlar natijasida Namangan tumanida yashovchi shaxs tomonidan Telegram messenjeri orqali kanal 10.000 nomli akkaunt foydalanuvchisi sifatida yangi videolar nomi ostida guruh tashkil etilganligi va mazkur guruh orqali voyaga yetmaganlar tasvirlangan pornografik materiallarni namoyish qilish va tarqatish bilan shug'ullanib kelganligi fosh etildi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu shaxs har bir guruh a'zolaridan 8.000 so'mdan 10.000 so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini qabul qilib, ularni Agrobank plastik kartasi orqali o'tkazib olgan holda jami 120 nafar shaxsga taqiqlangan video materiallarni tarqatgani hamda shu yo'l bilan noqonuniy moddiy daromad orttirish barobarida jamiyat ma'naviy muhitiga, ayniqsa yoshlar tarbiyasi va huquqlariga jiddiy zarar yetkazgan. Voyaga yetmaganlar ishtirokidagi pornografik materiallarni tayyorlash, saqlash, namoyish etish yoki tarqatish amaldagi qonunchilikka muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Holat yuzasidan aybdor shaxsning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi ta'minlandi. Mazkur holat yuzasidan Namangan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 130-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.